Biz har kuni minglab insonlar bilan suhbat qilamiz. Lekin ekran ortida kim borligini rostdan ham bilamizmi? Ba'zan eng yaqin insoningiz ham firibgar bo'lib chiqishi mumkin. Pul topiladi, hayotdagi yaxshilik ketsin-da. Madina telefoniga kelgan xabardan qo'rqib ketdi. U Nigorani bezovta qilmasdan so'ralgan pullarni tashlab berdi. Alo. Bugun 10 million hal. Tezlashtirishimiz kerak, katta o'ljalar tushishi kerak. Soddalik insonlarga xos xislat. Madina Nigoradan o'g'lini ahvolini so'radi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nigora opa, yaxshimisiz? Rahmat, siz yaxshimisiz bacım? Yaxshi, rahmat. Hayotbek yaxshimi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Pul o'tkazib olganim so'raganingiz tushdimi? Nima deysiz? Karta raqamingizga tashlab olgandim, tushdimi? Men tashlangamadim-ku sizga. Hayotbekning mazasi yo'q. Karta raqamim o'zgargan. Pul tashlab oling dedi, tashlagandim-ku. Yo'q, men sizga hech nima deb yozganim yo'q. Hayotbek maktabga borib kelyapti. Yaxshi Hayotbek. Xabardorlik, himoya, qonun, kafolat. Firibgarlar jazodan qochib qutula olmaydi. Daromadim yaxshi bo'ldi. Jinoyatga jazo muqarrar. Ochinglar. Ishonch bebaho ne'mat. Virtual olamda uning bahosi qimmatga tushishi mumkin. Zero bir lahzalik g'aflatning bahosi umrbod pushaymonlikka aylanmasin. Aziz fuqarolar, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Hushyorlik davr talabi.